Hech narsa qilmasangiz ham sizga yiliga 43 million pul kelib turadi. Buni yo'lini aytaymi? Siz avval bitta like bosing. 26 sotixdan iborat ushbu joy sotuvga qo'yildi. Avval benzin va dizel sotiladigan zapravka bo'lgan. Bu yerda mashinalarga servis ko'rsatish uchun keng jami 4 ta boks joylashgan. Kelajakda yurgizib borsangiz bo'ladigan do'kon uchun joy ham bor. Zapravkada kassa xonasi, tun paytlarda ozgina oyoq cho'zgani joylari ham bor ekan. Bir qator yaxshi remont qilinsa, tuppa-tuzlik bo'lib qoladi. Ovqat qilish uchun oshxonasi ham tayyor. Tashqarida yozgi oshxonasi ham bor. Bu yerda gaz, svet, suvning tashvishini qilmaysiz. Sanuzeli 2 qismdan iborat, ishlashga yaroqli holda. Avtomobil yuvgani mo'yka ham bor. Qarangda, bu yerga kelgan mashinani hamma hojatini chiqarsa bo'lar ekan-a? Ofis xonasi ham shinamgina, qiynalmay yozuv chizuv qilasiz. Gaz, GRP, transformator ham shu hududga tegishli. Aynan shu yerdan mobil aloqa uchun antenna tortib ketilgan va bu sabab yiliga 43 milliondan to'lashadi. Yuqorida shuni nazarda tutib aytgan edik. Yashil zonasida katta daraxtlar bor. Atrofi temir panjara bilan o'ralgan ekan. Maydonni yangidan zapravka qilib bemalol yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Unumli foydalansangiz pulini tez orada chiqarib olasiz. Narxini 240 mingga baholashyapti. Endi u yog'iga ham sal o'tib berishadi. Ekrandagi nomerga telefon qilaverasiz. Manzildan so'rasangiz, Dakanal 9 baza yaqinida. Videoni ishni ko'zini biladigan hoji akalarga jo'natib qo'yamiz.